Assalomu alaykum tug'anlar. Ko'kjar madaniyat jayma bozor har понедельник kuni bo'ladi. Kelaveringizlar. Arzon tovarlar sotiladi bu yerda. Bardıq mına krossovkiler mınalar 350-400 so'mdan bo'latgan. Hozirda 200 so'm, 100 so'm, 50 so'm har turdi. O'tda sonun. Ko'rdingizlarmi? Kelib bu yerda o'zingizlarning savdongizlarni qilsangizlar bo'layotgan. O'tda yaxshi. Bunday naveslarni qilib qo'ydi. Jayma bozorda sotutganlar bo'lgan bo'lsa, kelaveringizlar. Ko'kjarda военный formalar bor ekan bu yerda. Kelaverasizlar bunlar. Военный formalar bor, yo'qlarmi? Har понедельник kuni bo'ladi. Mana Ko'kjarga yaqin yashagan odamlar kelib mana bu yerdan rosa arzon tovarlarni olib kelsangizlar bo'ladi. Sizlarga obzor qilib ko'raylik. Obzor. Guruchlar bor ekan. Bor ko'chatda. Sizlarga ko'rgazib ketaylik. Bu yerda qisqasi Главный trassa mana bu yerda. Bu yoqdan kelsangizlar Qizilkadan kelasizlar, bu yoqdan Noshdan kelasizlar. Bu yerdan Maqsad degan kafe bor. O'shanda burilib kirganda o'sha masjiddan o'tgandan keyin mana bu yerda bo'ladi. Jayma bozor каждый понедельник bo'ladi. Moldiki 500, 600 mana. Yeganiga pul yo'q. Yeganiga pul yo'q, mana yeb ko'r. Описаниеda полностью sizlarga xalqaro adressi. Sizlar like'dan bosib, kommentariyalar yozib, bizning kanalga qatorib kelinglar. Unutmangizlar tug'anlar. Sadece 100 güç kilo diyecek. Mevserdi qishqa qurib qo'ydi. Metrajli materiallar, shlyapkalar.